Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, xususan Havasdan biznesgacha kanali obunachilari hammaga xayrli tong. Bizda yangilik, manaki o'tgan safargi videomda aytgan edim, setka tortamiz o'rtadan, parrandalarimiz bu tomonga o'tmaydigan qilib degan edim. Mana shunday qilib vaqtinchalik qilib setka tortib qo'ydik. To'liq yopdik. Endi uydan oldiga o'tishmaydi parrandalarimiz. Faqat tashqarida yurishadi. Manaki ikkita joydan eshik qilib qo'ydik. Lijba o'zimiz o'tib qaytib yurishimiz uchun. Bularni ochib o'rgatganimiz uchun endi bular ichkarida o'tirishni xohlashmayapti. Ba'zilari sabr bilan kutyapti, qolganlari esa chiqib ketib qo'ya qolishyapti. Bizani qorabosh indo utkalarimiz, indiyskiy o'rdaklarimiz. Bu germanskiy. Germanskiyimizni metrini 1 metr deganidingiz, shuni metrga o'lchab ko'rsating deyishibdi. Buni metrini endi men 1 metr chiqadi deb endi prosta o'xshatma qilib aytgan edim. Endi men aniq bilmasdim. O'zim ham metrga tortib ko'rmaganman. Endi taxminan 1 metr atrofida degan ma'noda aytgan edim. Lekin hozir sizlarga shuni metrga ham tortib ko'rsataman. Katta, haqiqatan katta o'rdaklar. Mana bu bizani o'zimizda mesni endi o'tganmiz. Bu ham katta narsa. Hozir manaki metr 3x3 turibdi. Va tumshug'ini uchigacha 79 boringki 80 sm deylik. 80 sm uzunligi. Endi esa germanskiyimizni ushlab kelib ko'ramiz. Mana uni uzunligi qanaqa. Mana qadrli tomoshabinlar, germanskiy endi o'tkamiz. Mana endi 1 metr deb gapirardim. Shuni kecha kommentariyada so'rashgan ekan. Bir qo'l bilan oson bo'lmayapti. 92 boringki 90 sm deylik, 90 sm chiqyapti. Men 1 metr deb o'xshatma ma'nosida gapirgan edim. Taxminan, ya'ni taxminiy qilib aytgan edim. Hozir bugun o'zim ham bir qiziqdimda, shuni o'lchab ko'ray qaradim. 90 sm dan oshiqroq chiqyapti metri. Germanskiylarni endi nafaqat uzunligi, balki vazni, og'irligi, jussasi, eniga, xullas hamma tomonlama o'zimizning mesnilardan kattaroq bo'ladi. Endi hozir men o'zimizda endi mesni deganda bu mesni ham emas, koreyskiy zotlardan, koreyskiy qorabosh zotlarini olib kelib ko'paytirganmizda, ya'ni qonini, xo'rozini o'shanaqa zotlardan olib kelib ko'paytirganmiz. Ya'ni qonlarini tozalab, katta gibridlashtirib chiqarib kelyapmiz. Bu 5 yillik gibridlashtirish, ya'ni 5 yillik takomillashtirish natijasi hozir bular. Taxminan 5 yillik, 5-yilga o'tib shekilli, endi 5-yilgisi bo'ladi. Endi 5-yilga kelib, endi bularga germanskiylarni qo'shyapmiz. Yana ham takomillashib, yana ham gibridlashib boradi bularning jo'jalari. Nima deyotgan edim? Videoda baribir qancha qaramang, baribir germanskiylar ko'zingizga xuddi oddiydek ko'rinaveradi, lekin uni ko'zingiz bilan ko'rganingizda o'shanda farqi bilinadi. Germanskiylar qanchalik katta narsa ekanligi, chiroyli ekanligi. Imkoni yetganlar mana shundan olib ko'paytirsa, yutqizmaydi inshaalloh. Chunki bularning jo'jalari ham yaxshigina pul turadi. Endi o'tkalarimiz, ona endi o'tkalarimizni xonasiga ularga bug'doy kecha obedga yaqin bergan edim. O'shandan beri ertalabga yaqin tugatishibdi. Hozir bug'doylari ancha uzoq muddatga yetyapti. Xo'rozlarimiz, mana germanskiy xo'rozlarimiz ishlashni boshlayapti. Bular albatta hali tajribali emas, hali endi ishlashni boshlashyapti. Demak, martgacha, fevral-martgacha hali tajribasi ortib, ancha ishlaydigan bo'lib qoladi. Lekin qanchalik urug'lantira oladi, buni hali tajribada ko'rib boramiz. Chunki makiyonlarimizdan bularning jussasi 2 barobar, balki undan ham ko'proqqa katta. Hali bularni holi qoldiramiz. Bug'doy olib keldik mana hozir. Germanskiylarimiz ochqab qolishgan ekan, chunki bularning ichkaridagi yem idishini, ovqat beriladigan idishini setga qo'yganmiz. Setkani ko'zidan bularning boshi qisilyapti shekilli, shuning uchun riskovat qilib boshini tiqib ovqat yeyishmayapti.
yoki hurkayapti shu narsaga. Shuning uchun bular och qolib qolishyapti. Lekin uni ko'zlarini kattartirsak, muschala ichiga kirib olyapti. Shuning uchun nima qilishni ham bilmay qoldik. Ular o'sha tashqarilarga ovqat qo'yganlarimdan borib yeb kelishyapti. Hozir buni yana g'ozdan ilishiga yana olib borib qo'yamiz va germansklarimiz o'sha yerdan borib ovqat yeb oladi. Endi oxirlarini tozalabgina idishlarni bo'shatibgina qo'yishibdi. Hozir olib kelgan bug'doyimiz endi arzon variant bug'doy olib kelayotganimiz uchun ichida unaqa tuproqliroq ekan. Umuman olganda zarar qilmaydi deb o'ylayman. Tuproqlikni ham yeyishadi. Tuproqni o'zini yeyishyapti-ku. Endi ketgan ko'zlarini kattartirsak, muschala kirib ketib qolyapti. Bu turishiga hozir germansklarimiz boshi sig'mayapti ekan. Bostirib bug'doyni solib qo'ydik. Endi makyonlarimiz bemalol boshini tiqib yeya oladi. Bularning boshlari kichkina. Germansklarimiz boshi sig'mayapti. Mayli, qolganlarga ham ovqatlarni beraylik. Navbat ona endi o'tkalarimizda yem idishiga nasib bo'lsa bu bug'doy ularga ertalabgacha yetadi endi. Tovuqlarimizga ertalab ozgina qoldiq bug'doy qolgan ekan. O'sha bug'doyda berib qo'ydik. Yerni qilib turishdan deb. Chunki bular tuxum tug'ish kerak. Va bug'doyning ustidan bu ham oxirlab qoldi. Broiler ovqatini solib beramiz. Umuman yana tarix berishga o'tishim kerakmi bilmadim. Tovuq tuxumlari o'zgarmayapti. Men o'ylagan edim. Mana shu sababli, ya'ni broiler ovqati sababli ularning tuxumlashlari yaxshilanyapti degan qarorga kelgan edim, lekin mana anchadan beri beryapmiz. Tuxumlashlari pasayib ketdi bularni. Demak, yana tarixdan boshlashimiz kerak shekilli. Bir 10 kun, 15 kun bug'doy bilan tarix aralashtirib berib, yana natijasini ko'rib boraveramiz va uni qanday effekt berishini, keyin qanchalik o'zgarish bo'lishini yana ko'ramiz. Endi hozir tuxumlarni boricha terib olamiz. Kecha oldingi kun tuxum olganimiz yo'q. 2 ta, 3 ta tug'ib qo'yapti. Bu tuxumlarni kurk bo'lgan tovuqimizni tagiga bostirib qo'ydik. Mana bu yerda, endi bu yerda kurk tovuq egallab olishgani uchun mana bu yerda joy qilib olishibdi. Mana bu yerga tuxum tug'ishibdi. Hozir tuxumlarni olamiz. Bu yerdan 2 ta tuxumni oldik. 3 ta va mana bu yerga bitta tuxumni ozgina yorib ham qo'yishibdi. Ko'rinyaptimi? Meniki shu qilganmi, bosib olganmi, xullas ozgina yo teshib qo'yishibdi. Xullas 4 ta tuxum oldik. Kurk tovuğumuz bu yerda egallab oldi. Shuning uchun tuxumni qolganlar boshqaga tug'yapti. Bugungi sanamiz 3-yanvar. 1-yanvardan beri bu kurk tovuğumuz tuxum tug'yapti. Ya'ni 1 va 2-yanvarlarda 2 kun tuxum qo'yganmiz. Va tomoshabinlarimiz aytishyapti, so'rashyapti, bularga agidel o'rdakning tuxumini ham qo'yib ko'ring. Tajriba bo'ladi, eksperiment. Och urug'langanmi, yo'qmi shuni bilib olamiz birinchidan. Chunki ular xo'rozlari endi ishlashni boshlayapti. Ikkinchidan, tovuq o'rdak tuxumini ochib chiqa oladimi, yo'qmi, shuni bilib olamiz agar urug'langan bo'lsa. Lekin uni avval aynan mana shu tovuqimiz, adashmasam shuni o'zi edi. O'rdak indiyskiy begunok tuxumini ochib bergan edi. Demak, bular ochib berisha oladi o'rdak tuxumlarini. Uni ham ko'rsatgan edik, video qilgan edik. Yana ham qo'yib ko'ramiz. Ya'ni bugungi tuxumlarni hozir borib ko'ramiz, olib 2-3 tasini tovuqqa yetib qo'yamiz. 1-2 yil tovuqimiz yaxshi tuxumga kirib qoluvdi, tuxum yaxshi tug'ayotuvdi. Nimagadir 3 kundan beri tuxum olmayapman. 1-2 yil tovuqimizdan tuxumdan to'xtab qoldi. Xo'rozni bu yerga tiqqanimdan keyin bilmadim xo'roz halal berdimi yo tushunmadim nima bo'lganini. Hozir xullas tuxumdan to'xtab qoldi. Bo'lmasa
Birovlar ovqat qo'shib beryapman ovqatiga. Xullas sababini bila olmadim. Ko'ramiz yana, balki yana tez orada tuxumga kirib ketar. Mana endi o'tkalarimiz, mana bu yerda tuxum tug'ishyapti. Tuxumlari ancha ko'payib qolgan. Buni hozir bu yerda bitta endi o'tka bu tuxumni bosa olmaydi. Chunki bu uyamizda yaxshi taxlaganimiz yo'q. Chunki bu stachka buni tagi beton bo'lganligi uchun apelka bilan to'ldirganmiz. Ya'ni kosadek uya bo'lishi kerak, ko'p tuxumni sig'dirishi uchun. Buni unaqa uya qilib bo'lmaydi. Shuning uchun kurk bo'lib yotib qolsa birortasi, keyin xudo xolasa ortiqcha tuxumlarni olib bir 10 tami, 12 tami tuxum qoldiraman tagiga degan niyatim bor. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 bitta. Adashmasam 20 bitta ekan. Sizlar ham sanab ko'ringlar qani nechta ekan. Mazza mana shu endi o'tkalarga mazzada. Buni qarang. Mazza qilib cho'milib, sizib yurishadi. Shu yerdan chiqmaydi bular kun bo'yi kechalasi bilan soat 11, 12 larda ham tashqariga chiqsam gupur-gusur bo'layotgan bo'ladi. Suvda mazza qilib cho'milib, suvlarga sho'ng'ib cho'milayotgan bo'lishadi bular. Charchasa u yerga borib panaginaga dam olib, keyin xohlasa isingisi kelsa ichkariga kirib ovqatlanib, isinib yana chiqib olishadi. Hozir hamma parandalarimiz tashqarida bo'lgani uchun g'ozlarimizni idishidagi ovqatlarni yeb qo'yishyapti. Shuning uchun g'ozlarimiz bu yerga bularni ovqatidan yegani kelibdi, mehmonga kelishibdi. Lekin bu yerga setkadan bularni boshi sig'maydi. Hozir tashqariga g'ozlarimizga ham ovqat olib qo'yamiz. Bu yerlar setka bo'lgani bizga juda qulay bo'ldi. Hozir u tomonlarga o'tishmaydi, bezovta qilishmaydi. Mana shu yerga to'xtalishadi, shu yerdan u yoqqa o'ta olishmaydi, yotishadi. Uylarni oldilari bilan to'liq setka qilib chiqdik. Bir do'stim, to'g'risi do'stim qolmagan bo'lsa kerak degan xayol bo'lardi menda. Lekin Alloh rozi bo'lsin, bir do'stim doim telefon qilib holimni so'rab turadi, kelib ko'rib turadi, yo'qlab turadi. Va mana bunday ishlarimga yordam berib ketib turadi. Uyda oldini setka bilan tortishimizga kelib, chaqirmadim, o'zi keldi. So'ramadim, o'zi yordam berib ketdi. Xudo xolasa bugun yana kelish kerak. Begunoqlarimizni uylarini, tomlarini yopib to'g'irlaymiz deb niyat qilganmiz. Abitdan keyin xudo xolasa yana keladi. Alhamdulillah. Allohim shokir bo'lsak, sabir bo'lsak, o'zi bizga do'stlarni, yordamchilarni yetkazib turadi inshaalloh. O'ziga hamdard bo'lsin. Endi begunoqlarimizga ham ovqatlarini solib chiqamiz. Bular baribir ichkaridan kirib kam ovqatlanishyapti-yu, lekin baribir solib qo'yamiz. Muzchalar hech bo'lmasa kirib ovqatlanib chiqishyapti. Borgan sari yomon ko'rib qolyapman bu muzchalarni to'g'risi. Nimaga yomon ko'ryapman? Chunki mana shunaqa joylardan ham kirib, qarang shu teshikdan ham kirib, bug'doylarimizni yeb ketib qolishyapti. Havo yaxshi, iliq, bemalol atroflardan ovqatlanib, don terib yursa bo'ladigan havo, lekin bu tekinxo'rlar faqat bir joyga to'kib qo'yilganini yoki bir joyga parrandalaringizga berganlaringizni o'sha yerdan tekin narsani yeb ketishga harakat qilmasdan yotib yeyishga rosa bir ishtiyoqmand bo'lish ekan. Mana shu xarakterini yomon ko'rdim men bu muzchalarni. Lekin ularni o'ldirishdan qaytarilganmiz. Shu yerda go'shti harom deyilgan, o'ldirish bilmadim mumkin emasmi? Bu haqda aniq ma'lumotga ega bo'lganlar kommentariyada yozib qoldiringlar, chunki ba'zida achchiq ustida o'ldirib qo'ygan paytlarim ham bo'ldi. Mana bu yerda mana ochiq idish turibdi. Muzchalarga ham mana shu yerdan yeyishga indamayotgandim. Lekin bu muzchalar bunga qoniqishmaydi-da. Bu yerdagi ovqatga qoniqmasdan o'zlari boshqa joylardan ham kirib, terib, yeb yoki buni tugatib, keyin chiqib boshqa joylarnikini ham yeb ketishadi. Xullas bilmadim. Bularni o'zini rizqini terib yeyapti desam, Xudo ham bularni yovvoyi bir jonivor qilib yaratgan, bilmadim, tashqarilardan terib yeyish imkoniyati bor, lekin bizda pulga sotib olayotgan bug'doylarimizni qirg'ilashda davom etishyapti. Bilmadim, shar'iy ilmimiz kam, nima deb o'ylashni ham bilmayman. Va nima ish qo'llashni ham bilmayman. Akidel o'rdaklarimiz qo'yib yubormasimizdan tashqarilarga chiqib olishibdi. Bir chiqib o'rgangandan keyin shunaqa bo'ladi endi. Qo'yib yubormasangiz ich qizib ketaveradi. Hozir endi qolganlarni ham qo'yib yuboramiz. Qo'yib yubordik.
tashqariga chiqib mazza qilib aylanib yuraverishdim. Buni qarang. Adashmasam bugun tuxumlar soni yaxshi, lekin nimaga men bularga chiroyli qilib qo'ygan uyalarimning ichida tuxum tug'masdan mana bunaqa tuxum tug'ib tashlashadi. Buni qarang. Bu yerda bitta tuxum, bu yerda ikkita tuxum. Mana bu yerda bir ko'rib qoldim hozir. 3 ta tuxum bu yerda. Uchalasi ham xo'roz tuxumlar ekan shekilli, xo'roz chiqadigan tuxumlar ekan. Uzun ingichka tuxumlar. Balchiqlardan tuxumlarni terib olish unchalik ham yoqimli holat emas, lekin ilojimiz yo'q. Bular o'rdek, tovuq emas. Va mana bu yerda ham bitta tuxum bor ekan. Bu oppoqqina turibdi. Qanday yaxshi. Tak, hozircha bizda 4 ta 7 ta tuxum. Qani uyasida nima gap? Ularga mana bu yerda tug'adigan joy qilib qo'yilgan. Lekin bilmadim nimagadir bu yerga tug'ishni xohlashmayapti. Ba'zida ko'mib ham qo'yishadi. Ochib ko'raylikchi. Yo'q. Tuxum tug'ishmabdi. Mana bu narsa nimaligini bilasizlarmi? Bu shulxa. Qanday qilib bunday yopishib ketgan degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, buni shulxani qaynoq suvga ivitib, keyin buni qo'l kuymaydigan darajaga soviganidan keyin buni ichiga veshinka zambarug'ini ekkan edim. Bu 2 yil oldingi ekilgan narsa. Keyin ko'kardi, u oppoq bo'lib ichini qamrab olayotgan shulxani ichini ko'kardi. Ko'karganida bir ikkita yaxshi o'stira olmadim. Bir ikkita o'sganlarni olib yedim. Yaxshi bo'ldi ish qilib. Kichkina chiqdi. Yo issiqligini yoki namligini yaxshi yetkazib bera olmadim, yo bilmadim, ozuqasini bera olmadim. Veshinka zambarug'ini mana shu shulxada ekib, daja oddiy somonda xasta ekib ko'paytirsa ham bo'lar ekan. Men shulxa, somon hammasini aralash qilib, qaynoq suvda ivitib, keyin ekib ko'rdim. Xullas, kerakli natijaga yetisha olmadim. Chunki bir marta qildim, bo'ldi, boshqa qilib ko'rmadim. Hozir esa buni agidel o'rdaklarimiz yeyapti. 2 yil o'tdi oradan, tushirib ketmadi, ponglab ketmadi. Buni qarang qanday yaxshi turibdi. 2 yil tashqarida yotgan, ya'ni bu. Yomg'irlarda, qorlarda, xullas mana shunaqa holatda yotdi. Shunday bo'lsa ham tushirib, ponglab ketmadi. Bu zambaruq o'zi chirindidan o'sgani bilan, lekin mana bunaqa holatlarda asrovchi vazifasini ham bajarib berar ekan. Endi hozir bu yarim qop narsa edi. Yarim qop narsani agidel o'rdaklarimiz yeb, mana shunaqa holatga keltirib qo'ydi. Mana shugina qolibdi xolos. Balki tuxumlashi avvalgi videolarimda ko'rgan bo'lsanglar, tuxumlashi anchaga kamaygan edi. Ya'ni 3 ta, 2 ta, hatto bittagina tuqqan kunlari ham bo'ldi. Mana shuni olib kelib tashlaganimdan keyin buni yeyishyapti va tuxumlashlari yaxshilanyapti. Bilmadim, balki mana shu ham sabab bo'layotgandir yoki ob-havo iliqligimi, yog'ingarchilik yo'qligimi. Xullas, aniq bir sababini bilmadim, lekin shu ham sabablardan biri bo'lishi mumkin. Ya'ni zambaruq o'stirilgan nimada, adxot deymizmi, qoldiq deymizmi, shunaqa. Agidel o'rdaklarimizni bug'doylari o'zi bor ekan, lekin ustiga ham qo'shimcha qilib qo'yamiz. Bular unaqa ko'p ovqat yeyishmayapti. Bu boyagi yarim qop shulxani yeyishayotganiga ham sabab bo'lishi mumkin. O'sha ham bular qornini biroz to'q saqlayapti. Shuning uchun bunaqa ko'p bug'doy yeyishayotgani yo'q. Doim oxirida qolib ketyapti. Kecha ertalab, kecha abitlarga solganman. Mana kun bo'yi yotgan. Endi bu kun bo'yi tashqarida ham vaqtini o'tkazishyapti. G'ozlarning ovqatidagi oxiridagi ovqatlarini yeyishyapti. Bularni shuning uchun balki oxirlarda ovqatlari qolib ketyapti. Bilmadim kimga qanaqa, lekin menga yoqadi, mazza. Xuddi uyimni yarmi zoopark bo'lib qolganga o'xshaydi. Tomosha qilib, zavqlanasiz, mazza qilib. Nar yoqda qarang, indiyskiy begunoq o'rdaklarimiz to'dasi bilan yuribdi, pingvinga o'xshashib. Bu yerda oppoq agidel o'rdaklarimiz. Bu yerda esa qorabosh indi o'tkalarimiz. Naryoqda g'ozlarimiz. Xullas mazza.
Bularni o'ziga taxminan 5 sotixcha joyini ajratib berib qo'ydik. Balki 6 sotiq ham chiqib qolar, bilmadim. Xullas, mana shu joy bularniki, qarang, bemalol yurishadi. Agidellarimiz sharpani ko'rganda qochqirlab qolishardi. Hozir setga tortganim ularning ko'nglini xotirjam qildi shekilli. E'tibor ham qilmay bemalol yuradigan bo'lib qolishdi. Begunoh o'rdaklarimiz. Faqat bularga mana shu yerda bitta beton hovuz qilsam, keyin yana ham yaxshiroq bo'lardi. Tiniqqina suv tursa, toza suv tursa, cho'milishiga, ichishiga juda bir qulay bo'lardi. Hozir ilojimiz yo'q. Отдельно satullarda, paqirlarda suv qo'yib qo'yapmiz. O'shalardan ichishyapti, cho'milish esa bu yerda bo'lyapti. Xo'sh, qadrli tomoshabinlar, agidel tuxumlarini olib keldik. Juda balchiq bo'lib ketgan edi, yuvishga to'g'ri keldi. Ikkitasini yuvdik. Bittasi mana bu oppoqini o'zi tozaginaligi uchun buni yuvmadik. Sinab ko'ramiz, qani suv qanchalik zarar yetkazadimi yo'qmi. Endi avvalasi uni urug'langanligini bilishimiz kerak. Agar urug'langan bo'lsa, keyin ho'l suv tekkanligi yana bularga zarar beradimi yo'qmi ko'ramiz. Hozir bularni endi tovuqimizni tagiga qo'yib qo'yamiz. Ayni damda telefonimizda spechkasi o'zi ishlamay qoldi, chunki telefonimizda zaryadi kam qolibdi, qaramamiz. Hozir mana shunchaki tovuqimizni tagiga bu tuxumlarni tiqib qo'yamiz. Manaki. Endi bo'ldi, buni bezovta qilmaymiz, yopib qo'yamiz. Va aziz qadrli tomoshabinlar, shu bilan videomizni ham yakunlaymiz. Xudo xolasa, hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Allohimning xayriyatlari hammalaringizga yor bo'lsin, hammamizga yor bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.